Assalomu akalar. Hop. Skobli falastkamiz tayyor bo'ldi. Past spilkalik, tepasi skobli bo'ladi. Bu skobimiz akamiz zakasiga muvofiq 4 xil razmerga o'zgaradigan bo'ldi. Albatta qo'shimcha pulini beramiz deyishganligi uchun mana 20 sm, 30 sm, bu yoqdagisi 40 va chiqib turgani 50 sm. 4 xil razmergacha o'zgaradigan bo'ldi. Hozir narx qo'shildi-yu, lekin normallik bo'ldi. Hop, listimiz qalinligi toza uchlik list, горяч list. Arkasiga profil qo'yilgan. Begavarski to'rga o'rni qo'yildi. Aylantirib, keyin karkaska ichiga ham to'qildi. Goni qirga qo'yildi. Cho'tki qilib, ichidan svarkasi moshniy qilindi. Pishirilib, quyib chiqarildi. Bu apalovkamiz tiklanish holati. Endi kimga qanaqa bilmadim, lekin bu jicha ish ko'proq, lekin chiroyli tekis chiqar ekan beton. Mana apalovkamiz xuddi shu shaklda tiklanadi. Bu 2 metrligi. Tepasiga skop tushadi, pastiga shpikada qatadi. Bu burchagini to'g'ri kelishi hozir biroz ko'rsatamiz. Burchagi, bu apalovka hamma bir-biriga qatadi, boltkada. Xohlaganlarga simdan ilmoq qilsa ham bo'ladi, xohlaganlar boltga kelsa ham bo'ladi. Teshilgan apalovka bir-biriga ulanib Lego shaklida ketadi hammasi. Bir tomoni burchagimiz 44, bir tomoni 40 bo'ladi. 40-44 burchak bir-biriga qatadi. Mana tepasida shpika joyini teshib qo'yganmiz, agar kimdagi shpika qilsa, xohlaganlarga skopda qilsa ham bo'ladi. Bu apalovkamiz bir komplekti 18 metr, ikkita burchagi, burchagi 4 ta burchagi bo'ldi. 4 ta burchagi. Xuddi shu shaklda burchagdan 4 ta 18 metr apalovka. Hamma yo'q komplekt bo'ldi. 10 ta stobi, skoblar bilan hamma yo'qni komplekt qilib berdik. Bu akamizga 3 xil, 4 xil o'q qo'shib berdik. 20 lik o'q qo'shib berdik, 30 lik o'q qo'shib berdik, 40 lik, 50 lik o'q qo'shib berdik. Hamma yo'qni komplekt qilib berdik. Shu komplektimiz tayyor bo'lishining narxi 12,5 million so'mga to'xtadi. Mana apalovkamiz davomi. 1,5 metrliklari bu. Cho'tki xuddi shu shaklda taglandi. Mana bir tomondan teshik bo'ladi, ikkinchi tomon teshik yo'q bo'ladi. Mana bu yoqdan ko'rsatilgan bo'ladi, xudo xolasa. Chiroyli chiqdi. Ko'p video ko'rsatib narxni aytmayapsiz deyishadi, shunga narxni aytib qo'yapmiz. Narxi bir komplekt apalovkamizning narxi 12 million 500 ming so'mga to'xtadi. 12 million 500 ming so'mga shu komplektimiz to'liq bo'ldi. 4 xil o'qi 20, 30, 40, 50 komplekt o'qlar bilan bo'ldi. Hamma yo'q to'liq bo'lib bitdi.